har kuni 9 milliard dollar zarar keltirgan voqea. 2021-yil Suez kanali konteyner kemasi kanalga tiqilib qoladi va kanal bir necha kunga yopiladi, ishlamaydi va har kuni 9 milliard dollarlik tranzit yo'qoladi. Suez kanali Yevropa va Osiyo o'rtasidagi eng qisqa dengiz yo'li. Jahon savdosining taxminan 10-12% aynan shu kanal orqali o'tadi. 2021-yildagi bu voqea butun dunyo logistikasiga katta ta'sir ko'rsatgan. Kema noto'g'ri joylashgan va kanalni to'sib qo'ygan. 400 dan ortiq kemalar bir necha kun blokda qolgan va natijada aytib o'tganimizdek 9 milliard dollar tranzit yo'qolgan. Xitoydan chiqqan yuklarning katta qismi aynan Suez orqali Yevropa va MDH bozorlariga keladi. Dengiz orqali Xitoydan juda katta hajmdagi yuklarni arzon tashish mumkin bo'lgan ayni mana shu yo'l. Bunaqangi qiziqarli va foydali ma'lumotlarni ancha yildan beri Xitoydan istalgan mahsulotni tez va sifatli yetkazib beruvchi Lego Express logistika kompaniyasi sahifasida ko'rib borasiz. Yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'ying.